Mana o'zimizni xalq sevgan opamiz, Shahlo opamiz yana kelib bizdan tilla xarid qilib ketyaptilar, baraka topsinlar. Tillalarni topshirmayapman, topshirgan tillalardan. Tillab ketyaptilar, tillab ketyaptilar. Shaniyelimiz eng katta gramli shani onaxonlariga berib o'zi xursand bo'lgandirlar. Juda ham xursand bo'ldilar. Mazza taqib yuradilar. Yarashadi onalarga bunaqa narsa. O'sha zo'r bo'lib yurishingizni, krutoy bo'lib yurishingizni sababchisi onaga mana shunaqa berish, onaga shunaqa narsalar berishingiz sababida, to'g'rimi? Ana onaga shunaqa narsalar qilyapsiz. Zo'r bo'lib, krutoy bo'lib, mana shunaqa darajalarga chiqib yurishingiz sababidan glavniylardan, vosita. Allohga behisob shukr ishlaymiz, topamiz, o'sha qilamiz, lekin baribir oyoqqa turishimizga o'zi mana shu narsalarga sababchi bo'ladigan onalar bo'ladi. O'sha ona o'tirib uyda bitta shunchaki bir og'izdan chiqqan duo bizga ijobat bo'lyapti-da, o'shaning sababi bilan. Sizga savol bitta, shunaqa yurish uchun nima qilish kerak? Sizdagi bo'lib yurish uchun shunaqa darajaga bo'lish kerak, halol bo'lish kerak, qalbingizni o'zgartirishingiz kerak emas, hech kimga moslashishingiz ham kerak emas. Shu shukringizni etib, sabringizni qilib yursangiz, qanday bor shunday bo'lib yursin. bo'ladi, albatta, qo'ldan kelgancha. Endi bandalarim bir-biriga mehribon bo'linglar degan joyi ham bor-da, insonlar bir-biriga mehribon bo'lishi kerak. Bilamiz. Bunga umuman anaqa mehr qo'yish kerak emas. To'ppa-to'g'ri. Shunchaki bu bizni vosita. Shunda ko'ramiz, ketamiz. Bo'lmasa ham xursand bo'laveringlar. Bo'lsa odam bosh og'riydi, nima qilishni bilmaydi. Ko'p bo'lib ketsa, xursand bo'laveringlar. Bitta qozon qaynasa bo'ldi. Biz ham kunlarni ko'rganmiz. Bunisini ham ko'ryapmiz, lekin tinch hayotni yaratish insonning o'ziga bog'liq. Agar shukri bo'lsa, agar sabri bo'lsa, bu siz ham hayotga o'tadi. Shukri, sabringiz bo'lsa, Allohga behisob shukr, mana shu kerakli qilganiga behisob shukr. Imkoniyatimiz bo'lgani uchun endi qilamiz. Yashang. Imkoniyat bo'lsa qilish kerak. Imkoniyat bo'lmasa ham ota-ona xafa bo'lmaydi hech qachon. Ota-ona xafa bo'lmaydi. Ota-ona uchun har doim farzandsan. Hech kim bo'lmasa ham farzandsan. Hech narsang bo'lmasa ham farzandsan. Lekin atrofdagi insonlar borki, masalan, ba'zida shuning uchun do'st bo'ladi, boshqa bo'ladi. Lekin shunaqa inson topganki, topilmaydi, uni so'rash kerak Allohdan. Unaqa insonlarni topilishi uchun ham Allohdan so'ra. Alloh meni hech qanaqa sababsiz meni yaxshi ko'radigan, sababsiz meni hurmat qiladigan bandalaring bilan uchrashtirgan, yuzlashtirgan, shu insonlar bilan yaqin bo'ling deb qancha nima so'rasa shunaqa bo'ladi. Yoki digeliki bor, mashinasi bor, puli bor odamlar bilan ko'proq uchrashtirgan, menga shunaqa odamlar kerak desa, u shunaqa odamlar kerak, lekin uni xarakteriga ham ishlash kerak. Shunaqa, to'g'ri. Shunaqa. O'sha uchun insonlar samimiy bo'lishimiz kerak hatto. Eshitdingizmi? Xarakter degan narsa bor-da, xarakter oddiy insonlarda bo'lmaydi. Sabr, o'sha jonni berish kerak, borni berish kerak. Qo'ldan kelgancha Alloh shuncha narsa berganida bizga shuncha narsani yaratib, shuncha narsani